Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? O'tkiz bormaymiz. Juda ham bir foydali ma'lumotni bermoqchiman-da. Hozir suvni choyxonadan o'tib olayda. Choyxonada oshimiz bor edi, jo'ralarimiz bilan. Oshga kelgach, bu narsani ko'rsatib qo'ydim sizlarga. Mana Alishvosh tarafda 3 ta qator samovar bor, shu birinchisidamiz. Reklama emas bu, reklama emas. Hadiya fondga olinayotgan video. Hadiya fondda olib borayotgan direktorimiz o'zi asli oshpaz akalar. Hormay aka, hormay videoga olyapman sizni. Alloh akbar, qani 3 kun qoldingiz, subhanalloh. Sizni men chiqarishimdan maqsad aka el bilsin. Чтобы asosan mana oila boqadigan joyingiz o'zi asli samovarchi, oshpaz bu akamizda, osh damlaydi. Ammo Allohga shukr, bozorlar hammasi mana bo'shi yo'q ekanda, bo'shi yo'q ekan aka. Alloh barakasini bersin aka, topayotgan pullaringizga aka. Mana shu ishlardan bo'shab hadiyaga ham ulgayotganingizga rahmat akalar. Akamizni haqqiga bir duo qilib qo'yinglar akalar. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Kesela o'shani beraveramiz. Xudo xolasa kelishadi. Alloh rozi bo'lsin hammalardan, rahmat.